Aka, yordamingiz kerak. Bank kredit ta'minotini so'rayapti. Garov, kafillik yoki sug'urta. Qaysi birini tanlash kerak? Ular nima bilan farq qilishini bilasanmi? Juda yaxshi savol. Keling, buni aniqlab olamiz. Kredit bu sizga ma'lum shartlarda berilayotgan qarz. Siz asosiy summani va foizlarni qaytarishingiz kerak. Garov bu kredit qaytarilishining ta'minoti. Bu turli xil mulk ko'rinishida bo'lishi mumkin. Ko'chmas mulk, mashina yoki boshqa qimmatbaho narsalar. Qarzni to'lamasangiz, mulkni yo'qotasiz. Kafillik bu siz kredit to'lay olmagan taqdirda biror kishining uni to'lash majburiyatini o'ziga olishi. Bunda siz to'lashni uddalay olmagan taqdirda siz bilan birgalikda kafilning qarz yuki ortib ketishi mumkin. Sug'urta polisi ishsiz qolish yoki kasallik kabi kutilmagan vaziyatlardan himoya qiladi. Biroq shartlarni diqqat bilan o'qing. Hamma vaziyatlar ham qoplanmasligi mumkin. Buning hammasini onlayn qilsa bo'ladimi? Ha, aksariyat banklar hozirda kafillik yoki sug'urtani onlayn rasmiylashtirish imkonini bermoqda. Boshqalar uchun kafillik yoki garov taqdim etish holatlarida juda ehtiyot bo'ling. Bunday holatlarda mulkni yo'qotish va kreditni tarixini buzib qo'yish xavfi juda ham yuqori. Ta'minotni tanlashdan oldin o'z moliyaviy imkoniyatlaringizni baholang. Oho, ogohlantirganingiz uchun katta rahmat. Xatarlardan xabardor bo'ling va mablag'laringizni himoyalash uchun asoslangan qarorlar qabul qiling. Yanada ko'proq ma'lumotlarni Finlit.uz manbalaridan bilib oling.